Azizlarim, mana gelni qo'yganman, lekin shunaqa ko'p savollar bo'lyapti gel haqida. Qanaqa ishlatamiz? Gelni birinchi o'rinda tishingizni tozalaysiz, ikkinchi o'rinda milklaringizga massaj qilib gelni surasiz, uchinchi o'rinda suvga eritib ichasiz, to'rtinchi o'rinda shimas ozginagina yalasangiz umuman xillat bo'lmaydi. Agar siz kechasi shu ishni qilsangiz borku, agar tishingizni tozalab, yana uni gelni yalab, shimit yoki milklaringizga yumshoq qilib maska qilib suradigan bo'lsangiz, вообще hid bo'lmaydi, maza qilasizlar, bilasizlar. Bolachalarga mana bu T zona, qoshlarni ustiga, burunlarni yoniga, hammasiga T zonasiga sursangiz, bolalarda shamollash bo'lmaydi. Keyin mana bu quloqni orqasi, tomoqni orqalari bilan agar bolalarga sursangiz gelni, tomoq yana gelni qanaqa ishlatishni aytaman sizlarga. Ikkinchisi, bu bo'g'inlarga sursa ham bo'ladi. Bu gelni oyoq og'riganlaridan uni любой maz bilan aralashtirib o'shani sursangiz, sizga zo'r effekt beradi. Og'riqlar bo'ladi, bo'yin qotib qoladi, bo'ladi, bel qotib qoladi. O'sha holatda sursalaring gelni tezda og'riqni ketkazadi. Bosh og'riganda ham hatto surib qo'ysalaringiz ham bo'ladi bu narsani. Shu holatda yana asosiysi bilasizlarmi? Gemoroyga agar uni vazelin bilan, bordan vazelin bilan ishlatsalaringiz, gemoroyga shunaqa zo'r davo и женский молочницаlarda ham ishlatsangiz tavsiya qilamiz. Kimga kerak bo'lsa, bizning описаниеga, nimaga, direktga gel so'zini yozib qo'ying.